Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun dushoy kabinada uchrab turadigan 3 ta muammo haqida gaplashamiz. Bu muammo nega uchraydi? Ya'ni suvlarimizda tuz xlor ko'payib ketgan. Bu birinchi muammo, ikkinchi muammo bo'lsa bu e'tiborsizligimiz. Ya'ni bu video orqali shu muammolarga yechim topamiz. Qaranglar. Birinchisi rolik. Rolik pachinili bo'lgani sababli buni solidorlab turish kerak. Har 2 oyda maslahat beramiz. Solidorni qayerdan olasiz? Arzimagan 15 ming, 20 mingga mashina zapchast do'konlarda sotadi. Mana relisi bo'ladi. Relisini quruq lattada artib yuboramiz, albatta-da, keyin ichiga solidorni ko'pi ham zarar. Mashinchagini qo'lga olib turib solamiz. Stop bor, stopdan chiqarib olmoqlik. Tepasini ham, pastini ham xuddi shu holatda 2 oyda bir moylab tursak manfaatli bo'ladi. Endi verniy dush. Verniy dushni minada emas, iloji bo'lsa bitta bigiz olib qo'ysangiz, arzimagan xo'stalarlar sotadi. Bigizda tozalab qo'yasiz, boladan bezapasiz, tomga tashab qo'yasiz. Buni ham 3 kunda bir, 4 kunda bir kirganingizda qilib turasiz. Eng glavniysi mana. Buni ko'pchilik yo ruchnoy yo verniy o'rgan oladi, aylantirmay qo'yadi. Bunga ham tuz, xlor kirgani hisobiga svarka bo'lib qoladi. Shuni 3 kunda bir suvni yoqish shart emas. Kirdingiz, esingizga tushdi. Shu soatda zavat qilardik-ku, ruchnoy soatda. O'shanaqa zavat qilganda mana shunaqa burab qo'ysangiz bo'ldi. Sababi bunda bunaqa plastmas narsa bo'ladi, svarka bo'lib qolmaydi. Mana shu narsa aylanib tursa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sersani bosib qo'yinglar. Dushoy kabinangiz yo'qmi? Dushoy kabinasi borlarga jo'natib qo'yinglar. Vallisda hamma zapchasi bor, bemalol kelaverasizlar. 1 drop 15, 1 drop 40. Salomat bo'linglar.